Bugun sizga eng qimmatbaho dori nega aynan qimmatbaho ekanligi haqida gapirib beraman. Bu vitamin va minerallarga, antioksidantga boy bo'lgan anor. Anor bu 7 mo'jizaning biri. Uzoq umr garovi va himoya ramzi. Anor qon tomir devorini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilab beradi. Terini yoshartiradi, qarish jarayonini sekinlashtiradi, ayol va erkaklarda gormonal o'zgarishlarni oldini oladi, ovqat hazm qilishni yaxshilab beradi. Anorni kunlik me'yori 200-250 ml sharbat holatda 10 kundan 30 kungacha iste'mol qilganimizda tanamizdagi o'zgarishlarni sezamiz. Anor sharbatidan tashqari anor donalari ham foydali xususiyatga ega, faqat me'yor bir osh qoshiqdan oshmasligi kerak. Anor qon tanachalarini ko'paytiradi, ko'ngil aynishni oldini oladi. Bizga tabiat in'om etgan tabiiy sog'ligimiz uchun va tashqi ko'rinishimiz uchun foydali bo'lgan meva va sabzavotlarni muntazam iste'mol qilib turaylik.